Hozirgi kundagi Yevropa ayollarining o'rtasida ichilayotgan eng mashhur choylardan bittasi bu monastirskiy sbor, ya'ni rohibalar choy deyiladi. Nima qilib beradi? Effekti. Birinchidan, ayollar gormonal sistemasini yaxshilab beradi. Ikkinchidan, bachadonlik kista va miomalarni so'rdirib beradi. Uchinchidan, klimaks, PMSlarni yumshatib beradi. Qon ketishdan yaxshilaydi, shamollashdan to'g'irlab, eng asosiysi yoshartirib, kun davomida quvvat beruvchi juda ham zo'r giyohlar to'plamidan choy bor. Tarkibiga nima kiradi? Krasnoy shot, bu bachadonning holatini yaxshilaydi. Borovaya matka, bu kista miomalarni so'rdiradi. Pastushniy sumka deyiladi, bu qon ketishlarni to'xtatadi. Shanfbey bu ayollar giyohi hisoblanadi. Krapivo bu haddan ziyod og'riqli qon ketishini kamaytirib beradi. Oregano, pustilnik bu nerv sistemani tinchlantirib beradi. Zveroboy bilan namatak bu ayollardagi yallig'lanish, shamollashlarni ketkazib beradi. Ichilish tartibi qanaqa bo'ladi? Bitta osh qoshiqni bir choynakka solinib, qaynon 400 ml suv solinadi. 15 minut, 20 minut damlab turib, shuni 200 ml ni ertalab, 200 ml ni kechqurun ichish kerak bo'ladi. 21 kun ichasiz, 10 kun davomlab, ya'ni 21 kun ichsangiz bu juda ham zo'r natijalarga erishadi. Albatta, yaqinlarga tarqatib bu choyni ichishni tavsiya qilish shart bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizdan doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.